Biz hazır Müslümanların beşide bir ot kuyuvatqandek bir ahvalda. Şu yakında Palestin yüz beriyotgan Gazze rayonidagi bu ahvallardan xalqimiz ikkiga bo'linib ketdi. Albatta men buni ko'rib yurgim ichinde hatta biz bu meseleyi chirmasak mı bo'ladi? Agar bizni shar'an o'zimizning mas'uliyatimizni, mu'min musulmonlik burchimizni ado qilish qarz bo'lmagan bo'lsa, albatta men o'sha qalayimqan fikrlar uchun biz bunun aralashmasak mı bo'ladi deb qaraydim, lekin mu'min musulmonning bir maydoni bo'lishi lozim. Mu'min musulmonlar Qur'on va sunnatning ro'yiga binoan o'zining fikrini Qur'on sunnatlardan oladi. Shunda bu Palestin'de bo'layotgan ishlar uchun ba'zi taraflar İsrail tarafı turgan bo'ldi Uyg'urlar, ba'zilar Palestin musulmonlari tarafı turgan bo'ldi. Her iki tarafning o'zining ba'zining aqliy dalillar olgan bo'ldi, ba'zi Qur'on hadisning dalillarini olgan bo'ldi. Buningga bir keskin fasil hukm endi. İslam dini bunga qanday qaraydi? Bu vaqtda bir ochiqlanmagan bo'lsa. Endi biz bay deganimizga o'xshash musulmon qarindoshlarga hissdoshlik qilish, musulmon qarindoshlarni qo'g'dash, qo'limizdan kelgancha yordam qilish her bir Müslümanın üstüge perz dedik ya, ülemalar perzlikiga ittifaqlaştı endi. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de mi uçuk dedi endi. Endi muşunda bir peytde bu Palestinlik ular Müslüman bir kıblege qarab namaz okuymiz, Müslüman qarindoshlarimiz. Şunun beşiğe kun kelgandikan biz qo'limizdan kelgancha yordamimiz olsa qilib, hech qanday yordam qilmasa, qo'limizdan hech kim kelmasa duo olsun qilib, ashulaga bir hissdoshlik qilish bizning eng aqalli bir nimimiz endi. Endi uni nurg'un sabablar bor, kishilar deydi endi. Masalan, Mahmud Abbas shu Mahmud Abbas bizning meselemiz kelganda, bizning meselemiz kelgan chaqda salbiy to'di islom arab davlatlari, yani atalmış Müslüman islom davlatlari bizga shunda salbiy nima deb to'di desa, u odamlarniki o'zininki mavqifi, o'zininki mavqasi, o'zining pozitsiyasi hamda. Mahmud Abbas zaten Palestin'e vekillik kılamaydı. Xuddi bizniki vatanda Abdunum rayoniga tiklab qo'ygan Abdunum rayonining reisi bütün Uyg'urlarga vekillik kılamaydı oyna. Kılamagan, o shunga vekillik kılamaydı. O bir qo'rchoq, bu shunga o'xshash bir qo'rchoq. Mahmud Abbasning qilmishi biz bilan hech qanday munosabat yo'q desak bo'ladi. Nimishqa bizning masalamiz bu Palestinning yer davosi bilan bunda emas, islomiy masalada hamda oyada musulmon qarindoshlar ezilyapti, musulmon qarindoshlar zulmga uchirdi masalan. Uning besib oldu. Onundan keyin biri bu Mescid-i Aqso'dan ibaret Müslüman bütün burunqi mu'minlarning qiblisi ve İslam ümmetinin Kabe qibli bo'lishdan burunqi qiblisi ve peygamberlarninki makanı İslamda 3 çoğun mescidning biri endi berishga ibadat qilman deb niyat qilib safar qilib basa savob tutgan bası bultqan 3 çoğun mescidninki birisi shunchalik musulmonlarning qalbida shuncha cho'ng o'rni bor. Shuni biz shu Mescid-i Aqsoni ve musulmonlarni deb shu musulmonlar tarafda turimiz, musulmonlarni qo'llaymiz. Boshqa narsalar bizningki bu boshqa islom davlatlarininki biz tarafda, bizning masalamiz tarafda to'maganligi, o'zining xoinligi, o'zininki eskilik ham bu o. Bütün Müslümanlara vekillik kılamaydı yani ular halk bağ, halk Müslümanlar yani bizge hissdaşlık kıldı, Palestin'dekilerge hissdaşlık kıldı, Müslümanlar bizge hissdaşlık kıldı. Hem de hakimiyet üstünlüklerinin bazı bir kılmışına karapla biz hem biz ki burada hüküm kılasa o caide hüküm kılmagan bulunuz bence.